Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyat Yangi Qo'rg'on shaharchasida qilib bitkizib berilgan yangi ishimiz. Ko'cha o'stirma kaziroklarimiz, ya'ni 70 sm o'stirma chiqqan kazirogimizga xuddi shunaqa qilib orqalariga dumaloq karniz, o'rtalariga 90 detallarni qo'yib bitkizib berdik. Akalar shapkalariga ham e'tibor berasizlar, chetlariga, roverlarigacha o'zimiz qo'yib berganmiz. Va akalar e'tiborlarni darvozaxona qismiga tortaman. Darvozaxona qismida esa o'rtalariga oynalarni qo'yib, chetlariga ham xuddi tashqaridagi bilan bir xil qilib rover gullarini qo'yib, rumbiklarini terib, yulduzchalarigacha o'zimiz qo'yib berganmiz. Va akalar, ishlarimiz sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, bitta laykni bomba qilib bosib ketish esdan chiqmasin akalar. Xo'p, ichkari qismiga esa akalar 1.35 chiqqan kazirogimizga ham xuddi o'sha figurani ishlab berganmiz. Akalar, fikrni qoldirib ketinglar. Ichkari bilan tashqari, ya'ni tashqari tomon chiroyli chiqqanmi yoki ichkaridagi kazirogimizga shu figuramiz chiroyli chiqqanmi? Endi akalar, sizlarni tunika fon narxlari bilan tanishtirib o'taman. Tunika fon narxlari hozir kunda 115 mingdan 150 ming so'mgacha qilib bitkizib berilyapti. Sog' va salomat bo'ling.